Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 4 ve 5 avgust dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urlar o'zi turishlik davlatlarda o'pchi iftorlik ziyofati uyushtirib, bir-birining Ramazon oyini qutladi va Uyg'ur elidagi qarindoshlarga aminlik tilashdi. Bu xildagi iftor ziyofatlari Avstraliya, Gollandiya, Norvegiya, Turkiya, Saudiya Arabiston, Germaniya qatorliq davlatlarda o'tkazilgan. Bu navbatlik iftor ziyofatlarining ichida 4 avgust Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati uyushtirgan iftor ziyofati bir qadar cho'ng o'tkazilgan bo'lib, ziyofatga 250 dan ortiq odam qatnashgan. Uningdan boshqa Gollandiya va Saudiya Arabiston qatorliq davlatlarda o'tkazilgan iftor ziyofatlarda Uyg'urlarning hozirgi vaziyat haqidagi filmlar ko'rsatilib, boshqa millatdan bo'lgan iftorchilarga Uyg'ur davosi tanishtirilgan. Türkiye'deki en çoğ ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan Mazlumlar jamiyati Xitoyning Anqarada turishlik elchixonasiga xat yozib, Xitoy Ramazon oyida Uyg'urlarga qarata kuchaytgan besim siyosatini ayblagan. Jamiyat xatida Xitoyning mazkur siyosatlar orqali o'z asosiy qonuniga emas, balki xalqaro qonun prinsiplariga xiloflik qilayotganligini bildirgan. Hatto aqalli insoniy huquq hurmat qilinmagan davlatda aminlikdan eg'iz echish mumkin emasligi ko'rsatilgan. Kucha nahisida 7 kishi qonunsiz diniy faoliyatga qatnashish jinoyati bilan ayblanib qo'lga olingan. Dunyo Uyg'ur qurultayi bayonotchisi Dilshod Reshidning bildirishicha, bu 7 kishi yaqinda ayrim-ayrim qo'lga olingan. Uningdan boshqa yerlik doiralar yana ro'za tutgan, Qur'on o'rgangan degandek sabablarni ko'rsatib, 100 ga yaqin Uyg'urga jarimani qo'ygan bo'lib, bularning ichida ayollar va bolalar bor ekan. Kuchadagi yerlik diniy ishlar organlari yuqorqi xabarni inkor qilgan bo'lsa-mu, Keolun torbeti yaqindan buyon Kucha nahiyasidagi nuqtaliq kuzatish obyekti deb qaralgan 1000 dan ortiq kishi ustidan nazorat kuchaytirilganligini xabar qilgan edi. Xitoy doiralari Uyg'ur biz torbetida yaqindan buyon e'lon qilingan maqolalar sababli mazkur torning sohibi Ilhom To'xtiga ogohlantirish berib, uningga gap so'z va ish harakatiga diqqat qilishni chekilgan. Radiomiz egallagan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning davlat amonlik xodimlari Ilhom To'xtini 8 avgust choy ichish nomida elib ketib, tahdid solgan. Ahvoldan xabardor kishilarning inkos qilishicha, buningga Ilhom To'xtining yaqin faoliyatlari va Uyg'ur biz torbekitida Xitoydagi diniy cheklamalar haqida e'lon qilgan xabarlar sabab bo'lgan ekan. Yar Shariy vaqt gazetining 8 avgustdagi bir xabarda Uyg'ur biz torbeti bo'lgunchilik faoliyatlari bilan shug'ullanadigan tor deb ko'rsatilgan edi. Xotan hukumat doiralarining oshkorlashicha, Uyg'ur avtonom rayoni yaqinda chiqargan Aqmalapos tuzumi bo'yicha o'ltiraqlashish guvohnomasiga erishgan ko'chmanlar 2 yilgacha Uyg'ur elida yerlik naposga o'tadi ekan. Xabarda bu vaqtda berilgan tafsilotlarga qaraganda, ko'chmanlar o'ltiraqlashish guvohnomasiga erishib bir o'rinda 2 yil muqim yashagandan keyin yerlik naposga o'tish rasmiyatlarini bajarsa bo'ladi ekan. Xitoy yerlik hukumati o'tgan oyda qaror ma'qullab, kelgusi bir qancha yil ichida 6 million Xitoy ko'chmanga Uyg'ur elida o'ltiraqlashish guvohnomasi tarqatadiganligini, bularning barliq yerliklar bahramon bo'lgan imtiyozlardan o'rtaq bahramon bo'lganligini bildirgan edi. Uyg'ur kuzatuvchilar buning Uyg'urlarning milliy mavjudligi uchun mislsiz og'ir tahdidlarni paydo qilganligini ko'rsatmoqda. Uyg'ur vakillar o'migi Vengriyadagi o'nlab qurultiy uchun 9 avgust Budapeshtga qarab yurib ketdi. Bu Uyg'ur o'migi Germaniya, Gollandiya va Angliya qatorliq ellardan kelgan Uyg'ur san'atkorlar va vakillardan tashkil topgan. Vengriyadagi 2 yilda bir qitim chaqiriladigan o'nlab qurultiyga Germaniyadagi Uyg'ur vakillar qatnashib kelyapti. Bu navbat Uyg'ur vakillar o'migi Vengriya doiralarining taklifi bilan qurultayga qatnashgandan boshqa yana Uyg'ur san'at nomerlarini ko'rsatdi ekan. Uyg'ur gruppasiga mas'ul bo'lib, mazkur faoliyatga qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi muavin raisi Umid Agahi apandi faoliyatning Uyg'urlarni tanishtirishda intayin muhim ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.